Kandaşlar olsun şu atacak koyuna yine onlara yaxşı variant. Yani görsəm ha. Nəyim beri bir xanayım. Götürürüm peşləri var ekan. Tam. Azar bu tür meselelerden çok tüyü olacağım buna ben götürürüm. Lekin narxına arziydi o büyük ekan. Narxıdan вообще şokolad narxı. Her bir xonani o'zini peshi bor. Bu yerda kuxniya seza bo'ladi ekan, yana ko'rib kuxniyada massa ekan, beram shu pul turish kerak. Işte arzon joydan berasiz. Xonamiz 550 ga 450 ekan. Bu xonamiz 550 ga 290 ekan. Men shu davomimiz 550 ga 160 ekan. Berimizini pulimiz zalına. Her neyse minnet bu aldı yani ne gördü olardı. Beylerin şu azarlar kurşun sezette tüylü oldu yani. Birimiz 550 ga 450 ekan. Ben adamız bu tarafa. Yazda lekin yaman gider ha. Tarafımızda şans tutalım. Olayken arzon joy topib qo'ydim men. Narxi 200 million ekan. Albatta adres so'ragan bo'lsangiz adres inan. Hozir ko'rsataman. Amrokom mahallasi, Umid mahalla ko'chasi 137-uydan. Shuni to'g'risida yana xonadon sotib o'tirdi shu uydan. To'g'risida yana. Ko'rib turganlaringiz. Hozir eshitib bildim men. Arkasından o'zim ham ko'rdim, shunchaki zdaniyasi bor ekan, mahallolari, yerlari bor ekan o'zini. Yani aytgandek, nomerlar pastda qoldiraman, o'zingiz kelib gaplashib ko'raverasizlar. Bemalol narxini общий shikoyat narxi milliy narxi lekin milliy joydan uyib bermasa kerak. Hazine egalari bilan gaplashib qo'ydim. Agar naqd pullari bo'lsa-da 180 millionga beraman dedim. Sizlar uchun